Bu manzilimiz Samarqand viloyati Ishtixonda bo'ladi. Xo'p, mana shu joyimizga ko'rkida joylar oldimizda inshaalloh yakunlab qolaylik. Bitirishga e'tibor bermaysizlar. Sababi svarka bo'lyapti. Bosh ustamiz shu kishi bo'ladi. Qo'lladik 3 kunda xudo xolasa ishlarimizni yakunlab egalarga topshirdik. Tepa qismini Lexanning o'rniga arzonroq variantga tushlik uchun mana shunaqa asosan temirlari qalin yupqaligi va metrajlarda narx farq qilib o'ynash mumkin. Balandroqqa berdiysa balandroq. Naisimizdan boshlasak, endi kattaroq naisimizni kvadrat metrini 500 ming so'mdanga Lexali variantigasini tayyorlab berganmiz. 1 kvadrat metr. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana navbatdagi obyektimizni ishlarni Usunovga yetib kelganmiz. Bu manzilimiz Samarqand viloyati Ishtixonda bo'ladi. Xo'p, mana shu joyimizga ko'rkida joylar oldiga 5 metr, eniga 18,5 metr joyga to'la mana shu sahnalarini yopib, naveslarni qilib beramiz. Mana shu joydan stoykalarimiz o'rnaydi, bu yoq tarafi tomni tagi qismiga o'rnaydi va bu yerda kachelalarimiz bor, karusel deyiladi va darvozaning tepasiga osmon holatda kajiroklarimiz bor. Xudo xolasa bu yoqda yana pireylar va bu yerga barel deydi, reshotka deyishadi, ya'ni boshqa pireylar deyishadi. Xullas, bu yerga gulli stoykali zinamiz, pireylarimiz bor va bu yerga agrajden reshotkalari bor va undan tashqari bu yoqda hamma tovarlarni tayyor qilib olib kelganmiz. Razmerlarga kesib, bu yerga o'zimiz o'lchab ketganmiz bir oy avval. Endi Ustunovga yetib keldik. Xudo xolasa mana shu narsalarimizni to'liq mana shu joyga Ustunovga qilamiz. Tepa qismi leksali holatda bo'ladi va darvozamizning kraskalari ozmuncha sal yomonroq holatga kelib qolgan. Bu darvozani ham navesimizga mos va tashqi tarafda osma kajirokimiz bo'ladi. Shu darvozaning oldiga 2 yon oldiga chiqish holatda. Shularni to'liq ishlarni yakunlab sizlarga to'liq obzorlarni qilib beramiz. Videoni kuzatib boring. Xudo xolasa videoni oxirida sizlarga batafsil narxlar haqida, dastavkalari va mana shu joyimizga necha pulga chiqqanligi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Videodan uzoqlashmay, bizni kuzatishda davom eting. Demak, biz boshlaylik. Assalomu alaykum yana bir bor. Naveslarimizni inshaalloh yakunlab qolaylik. Bitirishga e'tibor bermaysizlar. Sababi svarkada yuzimiz kuymasligi uchun shunaqa holat qilib olamiz. Yuzlarimiz archilib ketadi ba'zi holatlarda kuyib, shuning uchun svarkadan nima deydi, o'zimizni himoya qilish maqsadida ochkilar va shunaqa qilib yuzlarni to'sib olamiz. Xo'p, naveslarimizni inshaalloh to'liq xo'rlarni tashlab bo'ldik. Bu yonda burchak gullarni qo'ydik. Tagi qismida pireylarimizni ham stoykalarni nol qilib qo'yib olganmiz. Endi navbat 3 profillarni tortamizda va undan keyin leksalarni yopamiz. Xudo xohlasa, ishlarimiz asta-sekin yakunlanib boryapti. Mana shu profillarimiz bor. 3 profillarni tortamizda va leksalarimizni yopamiz. Keyin tagi qismida pireylarimiz bor. Inshaalloh birin-ketin pireylarimiz ham high-tech variantda. Buni ham Ustunovga qilib ko'rsatamiz. Birin-ketin ishlarimiz yakunlanib bormoqda. Videodan uzoqlashmay, xudo xohlasa. Asta-sekin bitgan jarayonlarni va videoni oxirida narx-navosi haqida ma'lumot bo'ladi. Videoni kuzatib boringlar. Assalomu alaykum yana bir bor. Mana inshaalloh naveslarimizni tepa qismida to'liq leksalarni qotirib yopib qo'ydik. Leksalarimizni bu safar har safardan boshqacharoq leksandan foydalandik. Ya'ni sal ko'ki borroq, ko'k tovlaydigan leksandan foydalandik. Mokra asfalt svetda tomni siniligi bor. Bu yoqda mana reshotkalarimizni ham to'liq qotirdik. Kraska ishlari qoldi. Bu yerga bir 2 qator profillarimiz bor va darvozamizning tepa qismiga kajiroklarimiz bordi. Kachelarimizni terib qo'ydik. Xudo xolasa videoning oxirida hammasi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bu yoqda mana kajirokimizni yong'ullarni qo'yib oldikda, osmon holatda bo'ladi hozir bo'lsa. Bu ham tepasi leksan bo'ladi. Kuygan joylarga kraskalarni sochamiz, tepa qismiga leksani yopib, tepa qismiga olamizda va darvozamizning kraskalarini davom ettiramiz. Inshaalloh asta-sekinlik bilan o'z ishlarimiz bundan yakunlanib boryapti. Bosh ustamiz shu kishi bo'ladi. Главный сварщик. Xudo xolasa to'liq obzorni qilib beramiz. Videodan uzoqlashmang. Videoni kuzatib boring. Inshaalloh bunga ham bir chiroyli holatda chiqyapti naveslarimiz. Ko'rib o'zlariga fikr berasizlar bitgandan keyin. Reshotkalarimizni high-tech uslubda. Mana naveslarimizni ham, to'liq kajiroklarimizni ham va darvozalarga ham kraskalarni sepib, to'liq ishlarni yakunladik. 3 kunda xudo xolasa ishlarimizni yakunlab egalarga topshirdik. Xo'p, endi birin-ketin ko'cha tarafdan boshlashni maqsad qildik. Sababi birin-ketin navbat-navbat sizlarga tushuntirib boramiz. Nima narsalar qilib berganmiz bu yerga. Bu yerda hozir
ichkarida navesimiz bor, osma kozirok, darvozalarni kraska qilib berdik. Bu yerga yana zamok o'rnatib berganmiz. Kachelalar bor, perilar, reshot. Birin-ketin hammasi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, endi bu yerga kozirok qilib berganmiz, osma holatda, eniga 5 metr oldiga chiqishi 2 butun holatda eksan yopilgan. Ko'rib turganingiz gulli variantda qilib berganmiz. Tepa qismlari har doimgidek mokri asfalt emas, sal tomli siniga tortganroq, ya'ni ko'kimtirroq Lexandan foydalangan. Bu ham 15 yil garantiyasi bor, yaxshi xizmat qiladi Lexandan. Va mokri asfalt svetda kraskasi sochib berilgan, darvozaga mos qilib, gullarga tillarang berib qo'yganmiz, o'ziga chiroyli holatda chiqishligi uchun. Va darvozamizni ham kraskalarni mokri asfalt svetda qilib hozir trend turgan ranglik bo'lganligi uchun Zuber zamoklardan qo'yib berganmiz. Xizmat qiladigan sifatli zamonalar. Navesimizni kimga kerak bo'lgan bo'lsa 2,5 metr, 3 metrgacha osma holatda tayyorlab beramiz. Agarda devorlari, orqa taraflari, regellari beton holatda bo'ladigan bo'lsa, yoki da bo'lmasa g'ish bo'ladigan bo'lsa, darvozani o'ziga o'rnatsa bo'ladi 2 gacha, eng kam 2 bo'lmasa 3 metrgacha bemalol bestoyga qilib o'rnatib beraveramiz. Kimlarda stoykali variant kerak bo'lsa, xohlagan razmerlarga qilib tayyorlab beramiz. Hop, endi ichkaridagi naveslarimizni tushuntirib boramiz. Hop, mana kira erishinglarda sizlarni high-tech uslubdagi, high-tech dizayndagi kachelarimiz kutib oladi. Xudo xohlasa, xohlagan dizayndagi kachelar bo'ladimi, perilarmi, reshotkami, inshaalloh temir sohasida barcha ishlarni sifatli tezkor qilib bitirib beramiz. Hop, bu kachelar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu kachelarimiz ko'rib turganingizdek high-tech uslub dedik. Tepa qismini Lexan o'rniga arzonroq variantda tushishligi uchun mana shunaqa narsadan yopib berilgan. Yomg'ir o'tkazmaydi bu ham, lekin Lexandagi qalin narsa emas. Material. Hop, taxta yog'ochlari, kraskalari mokri asfalt svetda eniga 2 bo'lgan. Bemalol yotib olib, yonboshlab, kech paytda dam olsa ham bo'ladi. Skemekalari ham orqa tarafda suyangan joylari ham yotadigan holatda qilib berilgan. Kimgadir yotmaydigan holat kerak bo'lsa, uni ham tayyorlab beraveradi. Xo'p. Bularni narxini oxirida aytib o'tamiz. Ko'rib oldin bir ishlarimiz sifatini ko'ringlar, narxlarini oxirida har bittasini alohida to'xtalib o'tamiz narxlariga. Yo'qsa bittadan like bosib tursanglar, xudo xolasa shunaqa naves, perilar, reshotka qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga bu videolarimiz yetib borsa, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Xo'p, bu yerga mana ko'rib turganingizdek, naveslarimizni eniga 5 metr, uzunligi o'zi asli 18,5 metrga dogovor qilganmiz, lekin 19 metr bo'ldi. Lexanni kesib o'tirmadik, kesganimizdan foydasi yo'q. Atxot bo'ladi, hech qayerga ishlamaydi yarim metr narsa. Shuning uchun to'liq holatda 19 metr qilib berdik. Va tagi qismiga reshotka qilib berganmiz. Bu yoqqa mana agortlariga o'tmasligi uchun yonboshlariga, yo'laklarga mana reshotkalarni to'sib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu ham high-tech variant deymizmi yoki gullimi, oddiyroq, skromliroq variantda qilib qo'ydik. Kimgadir gulli deysa, gulli ham tayyorlab beradi, lekin hozirgi kunlarda eng tortayotgan, eng ko'proq talab bo'layotgan shu narsaligi uchun shunday qilib berganmiz. Va tepa qismlarida ham gullari bor, yonlarida mana burchak gullari bor. Bu yerlarga profil tortib berdik. Kimga kerak bo'lmaydigan bo'lsa, profillarni qo'ymasdan ham tayyorlab beraveramiz. Bu yerlarda masalan pastda vaqtinchalik qanday taraydigan gullarmi yoki toklari bo'ladigan bo'lsa, o'zini toklarini torab qo'yishsa, ikkita maqsadda foydalansa bo'ladi. Tepa qismi naves soya qilib turadi, salqin qilib turadi va bemalol yana uzunlarni yetishtirishdan ham foydalansa bo'ladi. Va bu naveslarimizni, perilarni, hamma yo'g'ini kraskasini darvozamizga va kozirog'imizga mos holatda mokri asfalt svetda qilib berganmiz. Hammasini bittada kraskalar tayyorlangan. Va tepa qismida ham ko'rib turganingizdek, mokri asfalt va tomli seniroq Lexandan foydalangan. Endi navbat mana perilarimizga kimdir baryer deydi, perila deydi. Hamma viloyatlarda buni nomini har xil aytishadi. Bu yerga zinalarga mana perila qilib berganmiz. Gullari gulli variantda va bularni chugun gullardan quydirib zakkasini qilib tayyorlangan. Boshqa variantda kerak bo'lsa ham aloqaga chiqsa boshqa variantlar bor. Bu dizayn, bu fason har doim egalarga maslahat qilib keyin tanlanadi bu narsalarni. Bu ham chiroyli holatda chiqdi. Ko'rib o'zingizlar fikr bildirib o'tasizlar. Kraskalari mokri asfalt svetda va tepa qismiga gullariga tilla ranglardan berib qo'yganmiz bezak uchun. Kimgadir boshqa rang kerak bo'lgan bo'lsa, boshqa ranglarni ham sevib beradi. Ranglari hech qachon narxida ahamiyat qilmaydi. Asosan temirlari hali yupqaligi va metrajlarida narx farq qilib o'ynash mumkin. Balandroq qilib berdiysa, balandroq ham qilib beraveramiz, pastroq bo'lsa, pastroq tayyorlab beraveradi o'zlarining xohish istaklariga qarab. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, общий holatda bitta zinamiz tepa qismi 4 metrdan perila bo'ldi. Bu yog'i 80 sm, bu yog'i 1.40 bo'lgan, ya'ni tushish qismi yana 1 metr. Shu holatda общий hisobda 4 metr qilib perila tayyorlab bergan va xuddi shuni mana yana bitta yoq tarafdan kirish eshiklariga tayyorlab berganmiz.
juda ham baquvvat holatda chiqdi. Stoykalar 6 ga 6, 2 1 stenkasidan tayyorlab berganmiz qalinligi. Kimgadir bundan ham qalin desa, bundan ham qalin holatda yoki bizga ham sal arzonroq variantdagi bo'laveradi desa, arzonroq variantda qilib tayyorlab ishlarni bitirib beramiz. Ishlarimizni sifatiga, kачестволariga garantiyalari bor. Yaqinroqdan qilib ko'rsatsalar ham bo'ladi, ishlarning sifatiga javob beramiz. Bu manzilimiz Samarqand viloyati Payariqda bo'ldi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni sifatli, chiroyli holatda qilib bitirib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovka mavjud. Faqatgina dastavkalari vodiydan tashqari holatlarga platniy bo'ladi. Uni aloqaga chiqsa gaplashadi. Agar joylari katta razmerda bo'ladigan bo'lsa, dastavkani ham ustunovkani ham besplatniy holatda qilib tayyorlab beramiz. Xo'p, endi birin-ketin narxlar haqida ma'lumot beramiz. Agar bundan boshqa variantdagi yoki bo'lmasam shu variantda yoqadigan bo'lsa, aloqaga chiqsa shu razmerdagi holatdagi shu narxda qilib tayyorlab beramiz. Agarda joylari katta yoki kichikroq variantda bo'ladigan bo'lsa, uni aloqani telefon qilsa, uni kelishadi. Ko'p hollarda telefon qilib aytishadi, narxini YouTube'da boshqacha aytibsiz, bunda boshqacha aytibsiz. Bu navesimiz hozir 95 kvadrat joyga tayyorlab berganmiz. Kimdir shunaqa variantda joyi bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu holatda shu narx o'zida qilib tayyorlab beramiz. Hop, navesimizdan boshlasak, endi kattaroq navesimizni kvadrat metrini 500 ming so'mdanga Lexali variantidagisini tayyorlab berganmiz. 1 kvadrat metri. Hop, perilamizga keladigan bo'lsak, 1 metrini mana shu holatdagisini 600 ming so'mdanga tayyorlab berilgan. Perilamimizni 1 metr kvadratga. Mana bu narsalar ham shuni ichida qo'shilib ketilgan. Va bu yoqda zinaga perila, barel deyiladi. Mana shu variantda tayyor qilib olib kelib o'rnatib berishimizni ishlar ko'p bo'lganligi uchun arzonroq variantda qilib berdik. Ularga 750 ming so'mga tayyorlab berilgan. Buni agar razmerlarini aytsa, to'liq holatda hisoblab beramiz. Katta kichiklarga qarab narxi o'zgaradi. Ya'ni 750 ming, 800 ming so'mdan boshlanib 1 million so'mgacha narxlari chiqadi 1 metrida. Buni aloqaga chiqsa kelishadi yoki bundan boshqa variantda bor. Xohlagan variantlarda tayyorlab beraveradi. Bu kachaylarimiz 200 dollardan boshlanib variant tanlashlariga qarab gulli, high-tech, ya'ni qancha detallar ko'p ishlagan sari bu ham narxi qimmat bo'ladi, 10 million so'mgacha tayyorlasa bo'ladi. Bu osmon holatdagi kazirovkalarimiz esa 1 kvadrat metr 600 ming so'mga tayyorlab berganmiz. Kimgadir boshqa variant kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar, variantlarimiz bor. Tashlab beramiz, o'ziga yoqqan variantni qilib beramiz. Darvozani kraska qilish bo'ladigan bo'lsa, darvozani holatiga qarab kvadrat metr qiladi aslida. Mana shu holatda hozir buni kraskalarni o'zimizdan qilib tayyorlab, 100 dollarga kraska mehnatlar bilan qilib tayyorlab beryapmiz. Kimga shunaqangi darvoza, perila, reshotka, ограждение, barel, temir sohasidagi barcha ishlarni xudo xolasa sifatli qilib bitirib beramiz. Aloqaga chiqarsa ekranni raqam yoki mana shu YouTube platformasi orqali o'zimizning kanalimizga o'tsanglar, bundan boshqa variantdagi videolarimiz bor, darvozalarimiz, perila, reshotka hammasini videolari bor. Bemalol ko'rib, batafsil tanishib chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh bundan keyingi chiqadigan videolar ham sizlarga borib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.